yaxshi bo'ldi, tabriklab qo'yganimiz. Bog'cha paytga qaytganday bo'ldim, o'rtoq. Yoshligimiz chetda o'tgandi, jigar. Lekin men bitta narsaga hayronman. Maktabimizda vashshi o'zgarib ketdi. Koridorlar qorong'i bo'lardi, yurishga qo'rqardim, esinglarmi? Bitta xonaga ikkita sinf bo'lardi-yu. Hozir bitta sinfga 4 tadan xona. Gapirma, qanaqa marda bo'yla bo'lardi. Eslagin o'shanda ham seni qo'l bittasini urib mayib qilardik, men keyin o'qituvchilar bilan ozgina chisalovani ishlatib olib chiqib kelardim. Hozir endi shu narsani eslaydigan paytmi menga qarab. Prosta esimga tushib ketdi. Ayo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sizlar siz hali bo'lmaydigan ish bo'lib qoldi-da, faqat srochniy. Qayerga borish kerak o'zi? Bu aeroport tarafga borish kerak. Один прогиб, и он погиб, короче. Ketdi, задний переключат qilmaymiz, biz bilasan-ku. Sen uchun nakrasbet ham ketamiz. Bo'ldi. Xo'sh, icho, nima ekan bizni bo'tga? Bu aviapel suylarini sotib olishsiz bo'ladi. Icho kimdir seni pulingni uxlatib yubordimi, yo pulingni olib yuberyaptimi? Usta uni kimni tortib turibdi, uxlatish kerakmi? Bilasan-ku, shokolad seriyani emas. Bo'ldi. Yo, unaqa qilish kerak emas. Daryoga o'taylik, eslatib olaman. 1-oktyabr ustozim murabbiylik kuniga aviapel suylari 5% skidka qilibdi. Eng dodda tomoni mana shu boshlang'ich to'lovi yo'q, 0. Mani ustozim sizlar-yu, bitta uy mendan padarki. Bo'ldimi? Bo'ldi, sizlardan hech narsa kerak emas. Oyma-oy to'lovini qilib yursanglar bo'ldi. Mulk bo'lib qoladi. O'zimizning kitobni o'zimizga chiroyli qilib o'qib berdi-yu. Sen nimalarni natvorat qilyapsan, Jayon? Marid pulga chiqib kela qolya unda. Kam, bunaqa bo'lmalaring, o.